Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bitta videoni o'zida Malibu 224 atmosferni hamda Malibu 1 legendar mashinani ko'rsatib ketamiz. Siz bitta videoga like bosasangiz, men obzorni boshladim. 2018-yilda ishlab chiqarilgan 2.4 motorli atmosferning mashina hisoblanadi. Motor holatini ko'rsatadigan bo'lsak, yaxshilab ko'rsatamiz motorni. O'sha nima deydi, eng taniqli motorlardan bittasi bu 2.4 atmosferli motor. Bu ikkilik turbinadan yaxshi deyapti. Malibuda berganlar. Oldi black piano qilingan ekan, farlarigacha qoraytirilgan. Diskasiga keladigan bo'lsak, o'zini diskasini qora holatga kraska qilgan ekanlar. Balon turtdi, yumshoq yangi balon taqilgan, o'rta holatda turibdi. Stokalar glansiga qo'yilgan ekan. Tangirovka ruxsatnomasi bormi aka? Ruxsatnomalargacha bor ekan. Salon yaxshi holatda turibdi. Yiliga nisbatan ancha yaxshi holatda. 186 ming kilometr mazmunni bosib o'tgan. Marhamat, bitta orqasini ko'rsatib o'tasiz. Mashina tirikchilikka deyaptilar, lekin narxini yaxshi narxga ko'ndirib qo'yganmiz. Videoni ko'rasizlar. Orqalari ham mana farq qoraytirilgan ekan. Eng muhim mashinada metan bor. Agar rasxod qanday nechta turyapti qonun bilan? 8 dan 12 tagacha. Narxiga keladigan bo'lsak, aka qancha qilib beramiz tochkasini? Tochkasini ayting. 16800 ga beriladi. 2.4 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Aka telefon raqamini ayting bitta. 93 977 77 91. Malibu 1 ga o'tamiz endi. Malibu 1 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Motor holatini ko'rsatib o'tasiz men. To'g'ri, bu ham 2.4 mi? Motor 2.4 atmosferni. Legendarniy mashinadan rangi unaqa nima deydi buni? Baklajanmi? Shunaqa rangda. Diskasi avtomat diska qo'yilgan ekan, lekin o'zi ikkinchi pozitsiya lyukli, muhim lyuki bor. Bunga marhamat berasiz. To'g'ri, kraskasi qayerlarda bor? Kraska toza deyaptilar. Javob berasiz kraskasiga? Probeg tak 153 ming kilometr mazmunni ko'rsatmoqda. Evakordan poliga bor ekan, zavod ko'chib holda turibdi. Sababi salon holati yaxshi. O'zi yaxshi tayyorlangan ekanda mashina. Bagajni ochamiz buni. Mana. Bunda gaz balon bor ekan, propani bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, 10700 deyapti. Yana savdosi bor. To'g'ri, telefon raqamini ayting. 90lik 516 7997 telefon qilib baraka qilasizlar. Malibu 1 sotuvda. Yaxshi holatda ekan Malibu 1.